O'ylaymanki, ko'rinishim yaxshi. Xullas, buni unchalik ahamiyati yo'q. Bugun sizlar bilan Amerika tarixidagi eng mashhur qotillardan biri Ted Bundy haqida gaplashamiz. U odamni amerikaliklar Notorious Serial Killer deb atashgan. Notorious Serial Killer degani, ya'ni mashhur bir necha qotilliklarni amalga oshirgan odam deb aytiladi. Demak, bo'lmasa uni yoshligi haqida birinchi bo'lib gaplashamiz. Uning yoshligi judayam ayanchli o'tgan desak ham bo'ladi. U 1946-yilda 24-noyabr oyida Vermont shtatida tavallud topadi, AQShda. Va u bir necha yil yolg'on bilan yashaydi. Nima demoqchi bo'lganim, hozir aytaman. U aslida ota degan, u aslida ona degan, u aslida opa degan, ya'ni apacha degan odamlar aslida butunlay boshqa odam bo'ladi. Uning haqiqiy opasi, uning onasi bo'ladi va uning otasi va onasi obrazidagi odamlar uning bobosi va momosi bo'ladi. Ya'ni buvisi va buvasi bo'ladi. Nima uchun bu narsa undan sir tutilgan? Chunki Ted Bundy nikohsiz dunyoga kelgan farzand edi. Va bu narsa o'sha paytlarda juda ham yomon tanqid qilinadi. Ya'ni bu qanaqadir isnot bilan bir xil edi. Endi hali ham bizda bu narsa isnot. Va bu narsani Ted Bundy bir necha yillardan keyin bilib qoladi. Va bu narsa Ted Bundyni yaxshi, odobli, aqlli boladan, ya'ni kelajakdagi o'sha Notorious Killerga aylantirib boshlaydi. Chunki bu narsa unga psixologik ta'sir qiladi. Xo'p, uning maktabdagi davri qanaqa bo'lgan? U maktabda aqlli, chiroyli, o'ziga qarab yuradigan va tartibli bola sifatida tanilgan. Va uyda esa isolated bo'lgan. Isolated nima? Ya'ni o'sha izolyatsiya bo'lgan, ya'ni yakka bo'lgan. U sociable emasdi. Sociable nima? Ya'ni o'sha chiqishuvchan emasdi. U kam gapirardi va ko'chaga kam chiqardi. U ota-onasi aslida boshqa odam, u aslida haqiqatdan ham nikohsiz farzandligini bilgandan keyin unga psixologik ta'sirlar o'ta kuchaydi va u o'sha qorong'ulik botqog'iga botib boraveradi. Keyingi kadrlarda voqealarni davom ettirib boraman. Okay? Xo'p, oradan vaqt o'tib, u o'zini onasi, demak, oldin opasi deb yurgan ayol bilan Takama shtatiga ko'chib ketadi. Natijada onasi boshqa erkakka turmushga chiqadi. Ted Bundy u yerda, u oilada o'zini begona his qiladi va psixologik muammolari yanada ko'payadi va u introvert bo'lishni boshlaydi. Introvert degani o'sha odamlar bilan kam chiqishib, kam gapiradigan odamlarni aytadi. Demak, uning universitetdagi hayotiga keladigan bo'lsak, Washington universitetida u Washington universitetiga o'qishga kiradi va u yoqda o'qiyotgan paytda bir qizni yaxshi ko'radi. Uning ismi Diana Edwards edi, adashmasam. Diana Edwards yoki Diana yoki Diana Edwards edi. Diana Edwards deb aytaylik. O'sha qizni yaxshi ko'rib qoladi va Ted Bundy oddiy oiladan, kambag'al oiladan chiqqani hisobiga Edwards uni tashlab ketadi. Chunki Edward Ted Bundyga aytadi, sen meni idealimdagi odam emassan, men sen bilan o'zimni o'sha nima deydi, kelajagimni ko'rolmayapman degandan keyin Ted Bundy o'sha sarosimaga tushadi va u qiz butunlayga tashlab ketadi. O'shandan keyin Ted Bundy ayollarga bo'lgan, ayniqsa o'sha o'rtamiyona yoshdagi ayollarga bo'lgan sovuqqonlik, nafrat hissi uyg'onadi. Demak, onasini yolg'oni yoshligidagi va o'zini yaxshi ko'rgan qizini tashlab ketishi. Demak, bu narsa Ted Bundyning ichidagi travmalarni uyg'otadi. Va Ted Bundy sekin astalik bilan qanday qilib tashqaridan odamlarni jalb qilib, o'zini hissiyotlarini qondirishni boshlaydi. Ya'ni o'rganadi-da. Masalan, u shaxsiy kurslarga borib, qanday qilib ko'chada o'zini aqlli tutish,
qanday qilib psixologik boshqalarni manipulyatsiya qilishni o'rganadi. Va bu uning ilk qadami edi. Ya'ni birinchi qurbondan oldin ilk qadami edi. Okay? Davom etamiz. Demak, Ted Bundyning qanday qilib o'sha jinoyat olamiga kirib qolishi haqida gaplashamiz. 1973 va 1974-yillarda Ted Bundy sekin astalik bilan jinoyatlarni qilishni boshlagan. Demak, u boshlagan jinoyat birdaniga bo'lmagan, sekin astalik bilan u jinoyatlarni rivojlantirishni boshlagan. Birinchi bo'lib u kuzatish texnikasidan foydalangan, ya'ni stalking deyiladi. Demak, u qanday qilib ayollarni, shu odamlarni o'ziga jalb qilib, qanday qilib shu o'ldirish, qanday qilib suiqasd qilish va shunga o'xshagan texnikalarni o'rgangan. Boshida u o'sha uylarga kirib, o'sha uxlab yotgan, dam olayotgan ayollarga hujum qilish orqali birinchi ish harakatini boshlagan, lekin u paytda u hali o'zini o'zi rivojlantirayotgan edi. Demak, u paytlarda mashhur emasdi. Ya'ni mashhur emas, nima desa bo'ladi? Tajribali emasdi. U keyinchalik yillar o'tgandan keyin o'zini texnikasini rivojlantirgan. Bu nima degani? U yolg'iz qolgan ayollarga, qizlarga, uning asosiy o'ljalari kollej studentlari, universitet talabalari edi. Demak, u o'zini jarohatlangandek tutgan, o'sha yordam so'ragan ayollardan, xastalarda yurgan kerak bo'lsa, har xil obrazlarda ko'chada ko'ringan va har bitta obrazlari o'ziga xos edi. Va mana shu obraz uni ayollarga o'sha hujumini, ya'ni ayollarni osonlik bilan unga bo'ysunishini qo'llab-quvvatlagan. Shu tarzda davom etgan. O'sha paytlarda 70-yillarda demak politsiya o'sha tizimi unchalik rivojlanmagan. Shuni hisobiga u bemalol birinchi shtatdan ikkinchi shtatga borib kelib yuravergan. Demak, 74-yillarda u asosiy uning keysi 70-yillarda Washingtonda yo'qolib qolgan ayollar bilan bog'liq edi. Demak, dastlabki qotilliklar 70-yillarda sodir bo'lgan. 1975-yilda Washington, Oregon shtatidan, demak, u Yutaga ko'chib o'tadi. Demak, u Yuta shtatida ham juda ham ko'p jinoyatlarni sodir qilishni boshlaydi. Va lekin eng asosiy joyi shuki, 1975-yil Ted Bundy uchun unchalik ham omadli yil bo'lmaydi. Sababi Carol Deronchi degan bir ayol uni mashinasidan qochishga muvaffaq bo'ladi. Aytgancha, uni mashhur mashinasi bor edi, ya'ni Volkswagen Beetle. Mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa mashina, u hali ham turibdi, muzeyda saqlanadi adashmasam. Xuddi mana shu mashina Ted Bundyni nima desa bo'ladi, mashhur qilgan mashina desa ham bo'ladi. Demak, Carol qochadi militsiyadan, Ted Bundydan, uzr, militsiyadan debman. Qochganidan keyin u tasvirni, ya'ni Ted Bundy aslida qanaqangi shaklda, qanaqangi odamligini muvaffaqiyatli militsiya xodimlariga aytishga aytadi. Demak, militsiya xodimlari Ted Bundyni ushlaydi, lekin degan joyi bor. Lekin xuddi o'sha mashina, Volkswagen Beetle, xuddi o'sha odam, tasvirlangan odam qo'lga tushadi. Mashinani ochgandan keyin mashinaning ichidan shubhali buyumlar paydo bo'ladi, ko'rinadi va Ted Bundy o'sha odam o'g'irlagan degan gumon bilan qo'lga olinadi. Lekin u shu paytgacha qilgan qotilliklari hali namoyon emasdi. Demak, voqeani kuzatib boramiz. Qamoqxonaga olib kelinadi. Ted Bundy juda ham ishonchli ko'rsatadi o'zini, chunki u oldin davlat idorasida ishlagan va ko'pgina odamlar uni tanirdi va Ted Bundy o'zini himoya qilishni boshlaydi. Qaysi ma'noda? Demak, u o'ziga advokat bo'lishni so'raydi va bu narsaga militsiya xodimlari ruxsat beradi va uni kutubxonaga kirishga ruxsat beradi. Va bu Ted Bundy uchun eng zo'r qurol edi. Kutubxonada nima desa bo'ladi, xavfsizlik tizimi unchalik kuchli bo'lmaydi. Shuni hisobiga Ted Bundy muvaffaqiyatli kutubxonani oynasidan, derazasidan qochib ketadi. Lekin bu qochish uzoqqa cho'zilmaydi.
Ted Bundini yana ushlab olib kelishadi. Bu safar Pramoy qamoqxonaga tiqishadi. Qamoqxonada Ted Bundy bir amallab shiftdan qochib ketadi, yana ikkinchi qavatdan sakrab. Bu narsa, bu jarayon o'sha militsionerlarni yanada ko'proq nima desa bo'ladi, sergak bo'lishga chorlaydi va Ted Bundy o'sha paytda o'zida adashmasam 4 ta yotoqxonada uxlayotgan kollej studentlarini o'ldiradi bir kechani o'zida. Bu juda ham dahshatli. Va uning oxirgi qotilligi adashmasam 12 yoshli qiz edi. Buni o'g'irlab, keyin o'sha uzoqqa olib borib o'ldiradi. Ted Bundyni yana ushlab kelishadi. Bu safar Ted Bundy qochib keta olmaydi. Sud jarayonida yana harakat qiladi o'zini o'zi himoya qilishga, lekin bu safar deyarli uni iloji yo'q edi. U harakat qiladi. Bu safar o'zini aybsiz deb topishga, lekin eng qiziqarli joyi oldinda. Demak, Ted Bundyni qanday qilib o'sha dalillar isbotida qamoqqa olishgan va jazolashgan. Demak, bu quyidagicha. Amerika tarixidagi eng kuchli dalil isbotlar qatoriga kirgan tish izlari orqali Ted Bundyni jinoyati fosh bo'lgan. Ya'ni qurbonlardan birini o'sha tanasida tish izlari bo'lgan va bu narsani Ted Bundyni tishlari bilan solishtirib ko'rishgan va bu narsa mos kelgan. Va uni qo'shimchasiga o'sha qurbonlardan tirik qolganlar, o'sha o'g'irlab ketgan odam va o'sha odamdan qochib ketgan guvohlar u odam o'zini Ted deb tanishtirganini aytadi. Va natijada Ted Bundy ya'ni haqiqatan ham aybdor deb topiladi. Qisqacha ma'lumot Ted Bundy haqida. Ted Bundyni o'sha tarixiga qaraydigan bo'lsak, taxminan 30 ta va undan ko'proq ayollarni o'ldirgan deb topilgan. 30 ta, tasavvur qilyapsizmi? Bu juda ham katta raqamlar. Va Ted Bundyni o'lim jazosiga tayinlangan bo'ladi. O'sha electronic chair, demak o'sha elektrik stolga o'tirg'izib uni ya'ni qatl qilishadi. Xuddi ana shu kuni o'sha qurbonlardan bittasi intervyu beradi. Men o'sha kunni hayotimdagi eng baxtli kun deb topdim. Chunki butun qo'rquvlar hammasi o'sha kunning o'zidayoq demak mendan chiqib ketdi deb aytadi. Ayniqsa o'sha sud jarayonidagi barcha voqealar Pramoy efir orqali ko'rsatiladi efirga. Bu narsa ya'ni o'sha nima deydi? Tipa saboq sifatida boshqa qotillarga, boshqa ya'ni yomon yo'ldagilarga saboq sifatida ko'rsatiladi. Demak, Ted Bundyni tarixi xuddi mana shunday yakunlanadi. Aytmoqchi bo'lganim, siz xohlagan oilada tug'ilishingiz mumkin. Kambag'al, boy, aytaylik, boshqa, lekin hayot yo'lini tanlashingiz baribir oxiri kelib o'zingizga va atrofingizdagi odamlarga bog'liq bo'ladi. Men bloger emasman, lekin qo'limdan kelguncha Ted Bundy haqida sizlarga bir qisqacha ma'lumot berishga harakat qildim. Endi maksimalni har chiqargan videolarimni iloji boricha yaxshiroq qilib borishga harakat qilaman. Ayniqsa bitta narsa aytib o'tib ketay. Ted Bundy adashmasam 1988 yoki 89 yoki 87 mana shu yillar davomida, ya'ni sudda saqlanib, mana shu yillarda vafot etgan. Bu odam Amerika tarixidagi eng topoviy o'sha serial killerslar qatoriga kirgan, ya'ni o'sha odam o'ldiruvchilar qatoriga kirgan. Yuzi kelishgan bo'lgan va uni gapirishlari hamma ayollarga birdek yoqqan, lekin uni ichidagi evil, demak o'sha nima bo'ladi, iblis hech kimga ko'rinmagan va natijada o'sha iblis keyinchalik o'z ishini qilgan. Hammaga rahmat. Menimcha video normal, tak yomon emas, lekin zo'r professional emas. O'ylaymanki bir 50-60 ta odam ko'radi. O'sha 50-60 ta odam ko'rish ham qanaqadir bir nimadir pozitivniy bersa kerak. Xullas, see you.